O Dünya. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqhon. Har bir ummat o'zlari cho'qingan ilahlarga ergashadi. Bu mahshar kunining oxirida bandalar jannatga yoki do'zaxga ayriladi. Bu ikkisi bandalarning oxiri borar joyidir. Ölümden keyin jannat va do'zaxdan boshqa joy yo'qdir. Bu buyuk kunning oxirida har bir ummat dunyodagi chaqda ibodat qilgan ilohiga ergashadi. Dunyoda ibodat qilingan ilohlarning turlari o'ttirg'a chiqadi. Bu ilohlarga ibodat qilganlar uningga ergashadi. Quyoshga ibodat qilganlar quyoshga, oyga ibodat qilganlar oyga ergashadi. Butlarga ibodat qilganlar uchun ularning oldida ilohlar suratga kirgiziladi va bu ilohlarga ergashadi. Fir'avnga cho'qinganlar uningga ergashadi. Bu batıl ilahlarning hammasi ular bilan mangadi. Ular dunyoda bu ilahlarga ergashgandek ergashadi. Bu tariqada bu ilahlar oxiri do'zaxga tushib ketadi. Orqadan ularga cho'qinganlar tushib ketadi. Alloh taolo Fir'avn haqida aytadi. Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zaxga boshlab kiradi. U joy nima degan yomon? Hud surasi 98-oyat. Onundan keyin mu'minlar va ahli kitoblar Yahudi nasoralar qoladi. Buni Nabiy sallallohu alayhi va sallam mundaq bayon qilgan. Qiyomat kuni bo'lganda bir jakarchi chiqib, har ummat o'zlari cho'qingan narsalarning orqadan ergashadi deb jakarlaydi. Shuning bilan Allohdan g'ayri bo'lgan but va cho'qinishga tegishli toshlar qatorliq narsalarga ibodat qilganlardan birimi qolmay, orqadan do'zaxga to'kilib, itoatman banda bo'lsin, mayli asiy banda bo'lsin, faqat Allohga ibodat qildiganlar bilan ahli kitoblarning qoldiqlari qilib qoladi. Yahudiylar chaqirilib ulardan kimga ibodat qilatdinglar deb so'raladi. Ular biz Allohning o'g'li Uzayrga ibodat qilatdik deyshidi. Ularga yolg'on aytdinglar. Alloh xotin olgan yoki bolaliq bo'lgan emas. Nima talvonlar bor deyiladi. Ular Rabbimiz chanqab ketdik, suv bersang deyshidi. Shuning bilan ularga ishorat qilinib, suv ichkili bormamsizlar deyilib, bir-birini pachaqlab kuyayotgan go'yo sarabqa o'xshash do'zaxga to'planadi. Andan birimi qolmay orqadan do'zaxga to'kiladi. Xristianlar chaqirilib ulardan kimga ibodat qilatdinglar deb so'raladi. Ular biz Allohning o'g'li Isa Masihga ibodat qilatdik deyshidi. Ularga yolg'on aytdinglar. Alloh xotin olgan yoki bolaliq bo'lgan emas. Nima talvonlar bor deyiladi. Shunday qilib, ularning oqibatimi ilgirkilarninkiga o'xshash bo'ladi. Oxirida itoatman banda bo'lsin, mayli asiy banda bo'lsin, faqat Allohga ibodat qildiganlar qolib qolganda, olamlarning parvardigori ular burun Allohni ko'rgan suratga eng yaqin bir suratda ularning oldiga keladi. Shuning bilan ularga sizlar nimani kutib tursizlar? Har ummat o'zlari cho'qingan narsalarning orqadan ergashadi deyiladi. Ular biz dunyodagi turmushimizda ozg'un kishilarga eng muhtoj turuqliq, ulardan aloqamizni o'zib, ularga hamroh bo'lmadik. Ularga muhtoj bo'lmagan bugungi kunda ularga hamroh bo'lamizmi? Biz hozir burun dunyoda ibodat qilgan Rabbimizni kutib turyapmiz deydi. Shuning bilan Alloh ularga men sizlarning Rabbinglar deydi. Ular 2 yoki 3 qatim biz Allohga sig'inib sendan panohlik tilaymiz. Allohga hech kimni sherik qilmaymiz deydi. Hatto ba'zilari keyniga qaytqili tas qoladi. Chunki Alloh sho'ng'icha o'zini tunutmagan edi. Alloh sizlar bilan uning o'ttirda sizlar uni tunvoradigan biror belgi bormi desa, ular pochaq deydi. Shuning bilan Alloh pochaqini ochsa, har bir mu'min uningga darhol sajda qilib, dunyoda Allohga riyoxo'rlik va boshqalar anglasin deb sajda qilganlar qilib, sajdaga berishga uringanida umurtqisi bir dal taqtayda qitib qoladi. Andan ko'rik keltirilib do'zax ustiga qo'yiladi. Biz ya Rasululloh, ko'rik degan nima deb so'rasak, Rasululloh mundaq dedi. Tayilg'oq müdürlüp ketadigan yer bo'lib, ustida ilmaklar, qamoqlar va Najd diyorlarida bo'ladigan sa'dan tikinidek ushshaq o'g'ir tikanlar bor, yaypang mixlar bor. Mu'min uningdan ko'zini yumib ochgandek, yana chaqmoqdek, yana shamoldek, yana yo'rg'a atlardek va tugilardek o'tib ketadi. Ba'zilari saq-salomat qutulgan, ba'zilari surkilib zedilinib qutulgan va yana ba'zilari do'zax o'tida do'linib qolgan bo'ladi dedi. Bu mahshar kuni bütün ümmetler üçün pilsiratdan o'tishdan ilgari yuz beradigan ishlar bo'lib, u yerda faqat yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, sunnatga ergashgan bo'lsin va bid'at ish qilgan bo'lsin, islomga nisbat beriladigan insonlarla qolib qoladi va yana ahli kitoblar qolib qoladi. Ondaqda uningdan keyin nimalar yuz berdi? Ular pilsiratdan qandoq o'tadi? Kafirlar do'zaxga qandoq hashr qilindi? Bular Alloh taolaning izni bilan tuvandagi sahifalarda so'zlanadi. Nijotliq.
Qiyomat kuni faqat sherigi yo'q yakka yegani Allohga ibodat qilgan kishilarla najot topadi. Boshqa botil ilohlar bo'lsa, o'ziga ibodat qilganlarni do'zaxga haydaydi. Kafirlar do'zaxga qanday hashir qilindi? Ulug' Parvardigorimiz Alloh taolo bizga mu'minlarni hurmat, baxt, saodat, xotirjamlik va ziyon yo'q foyda olgan holatlarida jannatga qandoq ilib mangdiganligini xabar berdi va yana kafirlarni do'zaxga xor bo'lgan holatlarida qandoq ilib mangdiganligini xabar berdi. Bu Parvardigorimizning kitobida aniq bayon qilingan. Ulug' Allohdan muroschil kim bor? Undaqda kafirlar do'zaxga qandoq haydiladi? Ularning ilohlarining holi qandoq bo'ladi? Ular do'zaxga yaqinlashganda do'zax ularga qandoq holatda bo'ladi? Alloh taolaning kitobi Qur'on Karimni o'qib tafakkur qilgan odam kafirlarning do'zaxga bir qancha shaklda ilib mengildiganligini ko'rib yetadi. Birinchi surat. Ular u yer bu yerdan chaqiriladigan bir to'p chahorpaylardek hashr qilindi. Haq taolo aytadi. Kafirlar jahannamga to'p-to'p bo'lib haydaladi. Zumar surasi 71-oyat. O kunda ular do'zaxga qattiq ittirildi. Tur surasi 13-oyat. O kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'planadi. Oldi orqasi yig'ilib bo'lguncha to'xtatib qo'yiladi. Fussilat surasi 19-oyat. Ya'ni insonlar hayvonlarni to'plaganda kafirlar to'planadi, qistilishidi va bir-birini ittirishidi. Ikkinchi surat. Ular do'zaxga dunyoda putlari bilan mangandek emas, balki yuzlari bilan suriladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi. Ular jahannamga yuzlari bilan suriladi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng azg'undir. Furqon surasi 34-oyat. Bir odam, ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kafir yuzi dum holatda to'planamdi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Dunyoda uni ikki putida mangdirgan zot qiyomat kuni yuzi bilan mangdirishga qodir emasmi dedi. Kafirlar bu xil xor, alamlik holatda yuzicha ilib mengilish bilan birga ko'rolmaydigan qarg'u, so'zlayolmaydigan gacha, anglayolmaydigan gaz holatda ilib mengiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi. Qiyomat kuni ularni dum yatqizib, so'rilgan ko'r, gacha, gaz holda yig'amiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texmi yalqunjitimiz. Isro surasi 97-oyat. 3-surat. Ular o'zlarining batil ilohlari, yordamchilari va agashkuchilari bilan birga ilib mengiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi. Alloh farishtalariga aytadi. Zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi kufrdagi qayoshlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarni mahsharga to'planglar. Andan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Saffat surasi 22-23-oyatlar. Demak, qiyomat kuni inson yaxshi ko'rgan qayoshi bilan hashr qilindi. 4-surat. Ular bu xil ilib mengilishida mag'lub bo'lg'uvchilardir, qahr qilinuvchilardir, xor bo'lg'uvchilardir va hurmatlanmaydigan insonlardir. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak?" Al-Imron surasi 12-oyat. 5-surat. Ular do'zaxning qaynagan va eshakdek hangiragan ovozini anglaydi. Bu orqali qattiq qo'rqadi. Alloh taolo aytadi. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda, ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangiragan ovozini anglaydi. Furqon surasi 12-oyat. 6-surat. Ular do'zaxga yuzlanib, uni aynan ko'rgan chaqda pushaymon qiladi va iymon aytilish uchun dunyoga qaytishni orzu qiladi. Haq taolo aytadi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatli bir holni ko'ratding. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. An'am surasi 27-oyat. Lekin ular do'zaxdan qochadigan joyni topolmaydi. Alloh taolo aytadi. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uninga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Kahf surasi 53-oyat. 7-surat. Gunohkorlar qattiq xorliq bilan do'zaxga ittiriladi. U nima degan yomon joy? Alloh taolo ularning holini sifatlab aytadi. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'nchilik qilib, Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning borar joyi nima degan yomon? Nahl surasi 29-oyat. Ogohlantirish. Parvardigorimiz Alloh bizni ogohlantirish uchun qiyomat kunidagi ahvollarni tafsiliy bayon qilgan. Doktor Muhammad al-Arifi, Sajiya Islom tadqiqot markazi.